Demak, darsimizga so'nggi qismga ham keldik. Boya aytganimdek, bu qanday yuqoridan savollarga javob berganlik o'zimiz uchun. Nima ishlab chiqarish, qanday ishlab chiqarish, kim uchun ishlab chiqarish. Endi savollarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Nima ishlab chiqarish? Ya'ni 3 ta asosiy tizimimiz bor. An'anaviy, markazlashgan, bozor. Nega biz aralash qo'shmadik? Bu aralash bilsangiz, uchalasining ham aralashma birlashgan nuqtasi desak bo'ladi o'sha yerda. Endi an'anaviy iqtisodiy tizimda ishlab chiqarishni qishloq xo'jaligi, ov, baliq mahsulotlar kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ya'ni qishloq xo'jaligi o'zingiz bilasiz, endi faqat yangi mebel boshqa narsa ishlab chiqarilmaydi, ko'proq qishloq xo'jaligi yerga suyanganligi uchun oziq-ovqat mahsulotlari, daryolar yaqin joylarda baliqchilik bilan shug'ullanishadi. Masalan, Qoraqalpog'istonda Orol dengizi qurilgunga qadar baliqchilik bilan shug'ullanishgan, tarixdan ma'lum. Demak, mahsulot va xizmatlar kam bo'ladi. Ya'ni mahsulotlarni biz nima tushunishimiz kerak? Mebel, boyagidek narsalarni tushunishimiz kerak. Xizmatlar endi yetkazib berish. Endi bilmadim, qishloqda shu paytgacha yetkazib berish xizmati ko'rmagan bo'ldim qishlog'imda. Xo'sh, markazlashgan rejali tizim. Markazlashgan tizimda bu davlat qatnashadi. Nima va qanday ishlab chiqarish mutaxassislar guruhi, muhandislar, iqtisodchilar va soha vakillari, rejalashtiruvchilar tomonidan aniqlanadi. Bu aniq rejalashtirilgan bo'ladi. Masalan, muhandislarga aytadi, mana shuni qanday chizmalarni, qanday ishlab chiqarishni belgilaysan, iqtisodchilarga aytadi, sizlar aytadi, qanday sotish belgilaysan, qaysi narx bilan. O'shani rejalashtiruvchilar belgilaydi, qanday nima ishlab chiqarishni. Bozor, ya'ni kapitalizm. Bunda hamma o'ziga o'zi xo'jayin. Iste'molchi o'zlarini kerakligini belgilaydi, ishlab chiqaruvchilar esa sotib olinishi mumkin bo'lgan narsani ishlab chiqaradi, xohlagan narsasini. Misol uchun, men bozorga borib bir qish kelyapti, kiyim olmoqchi bo'lsam, ishlab chiqaruvchilar nima qiladi? Qish kelgan sezon bo'lyapti, xaridorlar shunga talab beryapti, biz ham ularga taklif berishimiz kerak, ya'ni qishki kiyimlar, kurtkalar, oyoq kiyimlar ishlab chiqarishimiz kerak deydi. Endi keyingi savolimiz, qanday ishlab chiqarishimiz kerak? Bunda ham 3 ta tizim, aralashish yo'q. An'anaviy iqtisodiy tizimda mahsulotlar avloddan-avlodga o'rganilgan usul bilan, ya'ni ota-bobolar qanday ishlab chiqarishgan bo'lsa, shunday ishlab chiqariladi. Davom etamiz. Xo'sh, markazlashgan rejali tizimda nima va qanday ishlab chiqarish degan savolga javob beradi davlat rejasiga binoan belgilanadi. Markazlashgan iqtisodiy tizimda qanday ishlab chiqarilishi ham. Endi bozorda ishlab chiqaruvchilar o'zlari qaror qabul qiladi, nima va qanday ishlab chiqarishni o'zlari belgilaydi. Misol uchun, boya aytganimdek, qishki kiyimlar bo'lsa, xohlasa o'zlari zavodda ishlab chiqaradi, xohlasa o'zlari tikadi qo'l bilan ba'zi kiyimlarni. Bizda qishloqda aytishadi, chopon bor, masalan, chopon tikiladigan mahsulot. Buni ko'rdik. Endi oxirgi savolimiz, kim uchun ishlab chiqarishimiz kerak? Birinchi savol menga fikrimcha, kim uchun? Ya'ni iste'molchilar uchun. Xo'sh, an'anaviy iqtisodiy tizimda, ya'ni bu kim uchun ishlab chiqarish ma'lum, ota-bobolardan qolgan, o'zimiz uchun mahsul cheklangan hajmda